Bu sokul 55 dollar turadi ustaga. Nimasi 55 dollar turadi buni? Hamma mahsulotchida 55 dollardan Ha, qilgan. hamma materiallari xizmat haqqi ichida 55 dollar turadi. Buni nomi nima buni? Angola bilek. Angola bilek. Buni materiali Angola bilek. Buni nomi, sokulning nomi nima buni? Haytay fason. Haytay fasondan. Adashmasam tepalariga tosh qo'yib bergan ekansiz. Bu 55 dollarning ichidan Albatta. 55 dollarning ichida qoppog'iga tosh ham qo'yib berasiz. Xo'p. O'zbekiston bo'yicha chaqirishsa borib qilib beraverasizmi shu narxdan? Albatta qilib beramiz. O'zbekistonda hamma nuqtasiga 55 dollardan hamma materiallari ichida borib bitkazib berishadi ishga, lekin gap yo'q. Juda ham ideal holatda qilib berishgan. Bu tarafdan qarasanglar, tabiiy toshdan umuman farqi yo'q. Sababi mana bunaqa joylariga tosh qo'yib berishgan. Qolgan joylari ham toshga bilan birga bir turibdi. Kimga shunaqa sokil xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni ideal holatda bitkazib berishadi.